Peki şembe qilgan bu degan ko'ynakni ham bir nakaldim qizlar. Men pek jiq kiydim, men yaqinda bu ko'ynakni shanslar chiqib beray deb o'ylashdim. Bunda rang odamni beksat oq ko'rsatadi qizlar. Men shu kiyimgacha kiygan vaqtinglarda o'zinglarning rangiga tushadigan rangni to'g'ri tanlab kiymsanglar qor ko'rinib qolsizlar. Bug'doyon qizlar kiymsizlar, oq qizlar kiysanglar texim oq chiqsizlar ish qilib rangi pek chiroyli. Men patmay qolam deb o'ylamanglarmi qizlar? Bundan tenshingsi bor, so'zli virdosh qilib. Bu uning ustiga uzun chiqqan mayliq o'shqimning ustidan qalti chiqib qolgandan keyin bir xil nomrat chiroy oshda ko'rinib qoldi. Kiyim-kechaklar faqat yaxshi ko'rmayman, mana qisqa ko'ynakni, mana uzun ko'ynakni yaxshi ko'raman. Madukanning ko'ynaklarini xil chiqarib berdim sizlarga. Men Madukanning sifati pek yaxshi, bahasi pek azan. Boshqa do'konga qolgan bo'lsa, men ko'ynak cho'qim yovbaju, 200 qo'y oshda chiqaratdi. Malash qilib pek azan chiqarib beraylikmi? Bu ko'ynakni yeshilliklar kiysanglar tex yaxshi, tabiatda kiysanglar uchun masalan, tog'larga chiqqan vaqtlaringlarda, yayloqlarga borgan vaqtlarda, mishda kiysanglar pek chiroyli turdi. Shunda cho'piyanjimi ekranga pek chiroyli chiqsa. Yozningki naq o'ttirda eng payz vaqtlarida turibdiq. Shunga payzi pechat ko'ynaklarni jiq ap kiyinglar. Uning ustiga sayat mazgili, sayatlar jiq beryapsizlar qachon. Mushun chamadonlar sivasanglar bir biqini qil kirkitdi. Asqatda rasmga tushilgan payzi taqadiyalik borgan vaqtlar shart chiqarib kiysizlar ma ko'ynaklarni. Bir tal ko'ynakni kiyib olgandan cho'liq bir xil chupaydak qilib mishna ko'ynaklarni amlashtirib kiyib qo'ysanglar haq. Yejib bir tapqan pul ko'ynaklarni chiroyli kiyimdan olgan bir o'zi ishlaygan qizalkina men o deb haqimda o'ylab qoldi. Bir kiygan ko'ynakni kiyib qayta rasm chiqarib nega qo'ysanglar shu ko'ynakni kiyib yurayvermasdan. Nima ko'ynaklar azanchi bo'lib ketdi. Bundan so'ng pul bo'lsa olamiz, jinim deb o'ylab qolmanglar, bek azan bo'lib ketdi. Ko'ynaklar qarsanglar shunda azan pul beryapmiz. Ham 300 nacha qo'yib osmonga isvogan bo'lsak bo'ladi-da endi. Ba'zi muhabbat sifati yaxshi bo'lgandan keyin ilishqa haqiqatan arziydi. Beksatan rangi chiqib oshiqma ko'ynakka jum. Sizlar cho'qim yaxshi ko'rib qolsizlar ko'ynakni. Pastga isib qo'ydim, ba'zi pek azan.